Jizzaxda endi muammoli hududda bor eshitganimizga shu yordamimiz tezroq kelgan edik hokimiyatga. Bunda bizda G'alroda 4 ta mahallamiz bor. Kelmasanglar hali umid deyishgani ekanligida endi hali 3 kilometrdan keladi, bu yoqda soat bo'yi beramiz. katta hajmda ish boshlashimiz ham mumkin-da. Aholi soni ko'proq bo'lsa, gidrogeologiyasi yaxshi bo'lsa, Bizga bir 2 kun muhlat bering. Hop, biz 2 kunda butun viloyat hammasini o'rganaylikda sizga hujjat beramiz. misol uchun skvajina qilib bir 100 metr, 200 metr olib kelib liniya bilan borish kerak bo'lsa, muammo emas. Kerakli materialni ham olib beramiz. Bizda ichimlik suvi bilan ta'minlanmagan 29 ta mahallamiz bor. Quduq qazib beraman desangizlar, unda bizda G'alroda 4 ta mahallamiz bor. Agar o'shani suv bilan ta'minlasangizlar, 500 ta 800 ta xonadon ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Agar ko'proq ob'yom bo'ladigan bo'lsa, bizga tarmoq bilan olish kerak. Bu bitta aytganingiz G'alorolda, bu to'g'rimi? Yo'q, hammasi G'alroda. Hammasi G'alorolda. Boshqa tumanlarda-chi? Baxmal tumanimiz, G'alroda tumanimiz, Forish tumanimiz. Forish tumani hammasi 50% dan kamda ta'minlash darajasi. Ko'proq effektliroq bo'ladigan bo'lsa, G'alroda effektlidir, chunki u yerda suv bor. Buyuk Ipak yo'li mahallasi bu yoq. Buyuk Ipak yo'li Paxtako'rda 16 ta mahalla bo'lsa, Paxtako'r tumanida 104 ta uy-joy bor, ko'p qavatli uy-joy. Hozir mana dastur bilan kanalizatsiya va suv tizimini qilyapmiz bu yerda. Ichimlik suv masalasi bu Paxtako'r tumani markazidan keladi. 3 kilometrdan keladi, bu yoqda soat bo'yi beramiz. Yo'lni o'zlashtirish vaqti domlar qurilgan. Mana shundan bu yoqda kanalizatsiya sistemi bo'lmaganda, uyga ikkinchi qavatiga chiqsangiz, umuman sanuzillar ishlamaydi. Endi bizga bu yoqda suv kerak bo'lyapti. Bu yoqda markazlashgan berayotganimiz soatbay bu yoqqa yetib kelyapti, uzluksiz yetkazib berishga imkoniyatimiz bo'lmayapti-da. Endi hozir harakat qilyapmiz bu ichki tarmoqlarni yaxshilashga. Kanalizatsiya sistemasini qayta boshladik, qayta qilamiz. Bu qavatli uy-joynikini ham, aholinikini ham. Endi hozir ichki tarmoqlar bo'lgandan keyin bizga suv manbai kerak-da. O'zbeklarning gidrogeologiyasi qanaqa? Bu yoqlarda sizot suvi yaqin, suv bor, lekin sho'rlanish darajasi bor-da bu yerda. Qattiq sho'r. Ha, o'shani yer ostidagi suvni olganimizdan qayta ishlab bersak bo'ladi, obratno o'smasdan. Faqat qayta ishlash kerak, boshqasi iloji yo'q. Yo'q, qayta ishlash kerak, boyagi skvajinalarni ishga tushirish kerak-da hammasi. Filtratsiyada. Filtratsiya qilishimiz kerak. Filtratsiya biz bir ikkita hududlarda qiziqib o'rgangan edik. Uni qilsa bo'ladi, skvajinadan arzonroq tushadigan variantlar ham bor. Shunday ham. Necha kubi переработкasiga qarab turib, lekin ularning texnik содержанияsi bor, keyinchalik ushlab turish, uni ham normalniy summa ketar ekan. Uni biz suv ta'minotini o'zimizga olamiz. Keyinchalik sodержание qilish, saqlab turishimiz, xizmat ko'rsatish hammasini o'zimizga olamiz. Hozir agar nima bu jarayonni amalga oshiradigan bo'lsak, biz gidrogeologiya qilib ko'raylik chiqqan. 100 metrda bo'lmasa 150 metrda bor tozalashimiz. Himmat loyihasi Jizzax viloyatida. Hozir mana Jizzaxga keldik. Viloyat suv ta'minoti rahbarlari bilan, bosh muhandislari bilan, mutasaddilar bilan ko'rishib gaplashdik. Bir hafta ichiga bizga eng og'riqli hududlar bo'yicha ma'lumot beradigan bo'lishdi. O'sha ma'lumotlarni olib, o'rganib, gidrogeologiyalarni, boshqa jihatlarni o'rganib, inshaalloh Jizzax viloyatida ham skvajina quduqlar qilish niyatidamiz. Loyihamizni kuzatib boringlar, qo'llab-quvvatlab turinglar. Hozir bu aytib o'tgan hududlar bo'yicha bitta alohida loyihada qaraylikda buni. Hozir mana uni filtratsiya urug'larini hajmiga qarab, uni o'zining nimalari bor-da, razravodka qilib chiqaradi ham mutaxassislar, bilasiz, mana yaxshi bilasiz narsani. Undan tashqari yana boshqa hududlarni ham nima qilaylik? Katta hajmda ish boshlashimiz ham mumkin-da. O'shanga davlat dasturiga tushmagan, o'sha aholi soni ko'p bo'lgan hududlar bo'yicha qanaqadir ma'lumot bo'lsa, biz uni maslahat qilib o'sha 2-3 ta joyga birato'la qo'l urardik-da, chunki Jizzax yaqin emas-da. Aholi soni ko'proq bo'lsa, gidrogeologiyasi yaxshi bo'lsa, ichimlik suvi bor deb bersa, haqiqatda hali tavakkal qilib xarajat qilishga arziydigan ish bo'ladi. Chunki rasxod qilgandan keyin buni boshda turgandan keyin tagida suv, birinchi navbatda suv kerak-da bizga. Bizga bir 2 kun muhlat bering. Hop, biz 2 kunda butun viloyatning lokatsiyasi bilan, aholining son jihatidan, hudud jihatidan, uni suvlashganlik nuqtai nazaridan, hozirgi kunda dasturlar, davlat dasturiga tushgan nuqtai nazaridan hammasini o'rganaylikda sizga hujjat beradi. Hop, hujjatini qilib berib, u yerda bir o'rganib ko'ring. Mayli. Hammasini konkretniy hisob-kitob rashyoti bilan ertaga muammo bo'lmaydigan qilib yer osti suv
debiti ham, balansi ham beradigan ekan, hammasini hujjatini beramiz. Siz nomeringizni yozsam maylimi hammaga? 95. 10 taga yaqin anaqa beraveringlar. Keyin masalan, uni nimanidir chiqarib tashlasak, nimanidir qiladigan bo'lsak, qo'shimcha yana olaveramiz. Lekin eng 4-8. Eng o'sha balnoy deydi-yu o'rchasiga eng og'ir hududlarni anaqa qilinglar. Shu balloylar bor 3 ta. Lekin liniyalarga sal qiynalyapmiz. Liniyalarni biz o'zimiz mana tortib qo'ygan joylarimiz bor-da hozir. Agar yana bir 2 yil biz qilmasak, liniyalar ham yana shu ahvolda. Misol uchun skvajina qilib bir 100 metr, 200 metr olib kelib liniyaga ulab yuborish kerak bo'lsa, u muammo emas. Kerakli materialni ham olib beramiz. Masalan, texnikali o'zingizda ham bor, qarab turmasanglar kerak. Billalashib, kelishib, maqsad bitta-yu, shu odamlarga qanaqa foydamiz tegsa bo'ldi.